Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun seshanba. Shahrixon Xoldambe Jo'jamol bozoridan 31-mart bo'g'oz narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bozorimiz qizg'in ketyapti akalar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Necha oylik bo'g'oz aka? Tug'ishi yaqin. Kuni qolganidan mana yelin solgan. Baquvvat. Necha pul deyapsiz aka? Bozor qancha qildi? 50 million so'm qildi. 60 million kami bor ekan. Tug'ishi yaqinida. Nechinchisiga? Birinchisiga ekan mana hali g'unajin ekan akalar. Molni qaranglar, turuvini. O'ta zo'ridan. Aka, telefon nomerlaringizni aytib ko'rasizmi? 95lik 101 40 49 nomerlaridan mana akalar. Molimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, birinchisiga kuni yaqinidan 3-4 kuni qolibdi mana. 60 million deyapti, 50 million so'm qilibdi. Akalar mana kuni yaqinidan, oy yaqinidan so'ragan akalarimiz uchun mana jupiga olib qo'yaman deganlar uchun tuxum qo'ysa turadigandan mana. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Bular ma'lumotini berib qo'yasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qorasi-chi bu birinchi qoringa. Bu necha oylik? 9 oyga o'tgan. Kuni qolibdi-da, xudo xolasa mana. Kuni qolganidan 9 oylik. Bu necha pul deyapsiz buni endi, aka? Bozor qancha qildi? 35 kami bor. 27-28 million so'm qilibdi bozorimiz mana aka. Molimiz ham xuddi yaltillab ketdi. Tuxum qo'ysa turadigandan bellar edi mana. Bular keyingisi mana. Eston chatishgan gibridimizdan. Bunisi-chi aka? Bu ekin necha oylik bo'g'oz bunimiz? 9 oylik bo'g'oz bunimiz ham kuni qolganidan mana. Bu ikkinchisigami bunisi? Xudo xolasa. Ikkinchisiga ekan. Bunisi narx qancha deyapsiz aka? 42 kami bor. Bozorchi qancha qildi aka bozor? 37 million so'm qildi. Aka, endi ikkoviga bitta nomer aytib berasiz-a? Sotilib ketarkan nomer yo'q ekan akalar mana bo'g'ozlarimiz. Sementalidan mana akalar, o'ta zo'ridan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Bu sementalimiz aka, bo'g'oz sirlilari qanaqa? 6-da qo'yilgan. 6-da gatganimiz yo'q, 6-marta qo'yilgan. 6-marta qo'yilgan ekan, xudo xolasa. Endi gumon ekan, endi bas 1 oylik bo'lib qolibdi, xudo xolasa. Suti qanaqa buni aka? 10 litr sutga. Necha pul deyapsiz aka? 35 debchi. Meniki bas, men akamga ushlab turib hozir ketdi. 35 kami bor ekan akalar mana. Beraverasizlar. 35. Telefon nomeringizni aytib ko'rasizmi o'zingiz? Yo'qda meniki. Telefon nomeringiz yo'qmi? Bo'ldi. Sotilib ketadi deyapti. Bo'ldi, xo'p aka. Shved gunajinimiz mana. Xohlasa birinchisiga mol qilaman deganlar. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Bu necha oylik bo'g'oz aka? 5 oylik bo'g'oz 2 kuni 6.700 ga bermayman. 5 oylik 2 kuni 36 million 700 ga Bermayman. 36 million 700 ga savdosi bo'layotgan, bermayapti ekan. Aka, telefon nomerlaringizni aytib ko'rasizmi? Yo sotilib ketami? To'g'ri sotilib ketadi. Sotilib ketadi. Momo sotilmay qolsa yozib qo'yaman. Aytib ko'ring. 90lik 006 55 80 nomerlarida 36 million 700 ming so'mga berishmayapti ekan. 5 oylik tishi 2 kurak ekan akalar. Mana akalar, qora malikasidan. Aka, necha pul bo'pti bular? 40 dan bo'pti akalar mana. O bechara rammas chiqib qolibdi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Necha pul ekan bu qorasi aka? 35 million kam bor deyapti aka. 35 million kam bor. 8 oylik bo'g'oz. 31,5 million so'm qildi, 8 oylik bo'g'oz ekan akalar. Aka, telefon nomerlaringizni aytib ko'rasiz? 95lik 007 4308 nomerlari.
Qilichbek Chorva kanali aka. Qilishmi? Ha. Shvetimiz mana akalar yana. Tushmasa mayli deyman. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Necha oylik bo'g'oz ekan buni o'zi aka? 7,5 oylik. 7,5 oylik bo'g'oz. Nechinchisiga? Ikkinchisiga 7,5 oylik bo'g'oz ekan. Necha pul deyapsiz aka? Aka 5 kami bor. Bozor qancha qilibdi? 31. Telefon nomeringizni aytib berasizmi aka? Nechilik aka? 77lik 308 308 2700 nomerlarida akalar. 7 oylik bo'g'oz.